Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alırıq. Şərq Türkistanda Uyğurlar qanı yığılıb Xitay bayramını ötküzməkdə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin 41-ci növbətlik yığınında Uyğur məsələsi müzakirə qılındı. New York şəhərində ötküzülgən özgəçə namoyiş. İstanbul Atatürk aerodromunda Dünya Fən-Texnik müsabiqəsi və ko'rgazmasi ötküzüldü. Tövəndə ixtilaf xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 13 sentabr günü Xitayning an'anaviy bayramlardan bo'lgan Tavuz chog'ini bayram bo'lib, bu kunda Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Xitoylarning odatlari bo'yicha bu Xitoy bayramini qutlab yuqori kayfiyatda o'tkazishga majburlangan. Tangritog to'rining xabarida aytilishicha, har qaysi nahiya va shaharlardagi Uyg'urlar o'zlariga tushgan xizmat guruhlaridagi Xitoylar atalmish qo'shma Xitoy tuqqanlari bilan bir dasturxonda o'tirib birlikda tabriklagan. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yerlik hukumatning o'rinlashtirishida Uyg'urlar shu kuni Tavuz chog'ini kechasi panus saylisiga tashkillanib, Xitoy klassik she'rlarini deklamatsiya qilish qatorliq Xitoy tusini olgan faoliyatlarga o'rinlashtirilgan ekan. Hamda Uyg'ur xalqini mazkur faoliyatlarga bahona sabab ko'rsatmay aktiv qatnashib, o'zining Uyg'ur emas, balki bir Junxo xalq ekanligini ta'kidlagan. Shuning bilan bir vaqtda atalmish Xinjiang raisi Qin Chuangu Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini xotirlash arifasida barliq ishchi xizmatchilarni atalmish yuksak hushyorlikni saqlashga chaqiriq qilib, muqimlik tadbirlarini qat'iy ijro qilib, inoq jamiyat va muqim jamiyatni asos qilgan umumiy vaziyatni saqlashimiz lozim degan. Analizchilar bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar xos bayramlarni o'tkazishga chaq qo'yib, Uyg'urlarni Xitoy bayramlaridan tabriklashga tashkillashi cho'ng bayram mezgilida atalmish ko'ngilsiz voqeaning yuz berishidan andish qilayotganligining ifodasi dedi. Erkin Osiyo radiosi xabarida 16 sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 41-ci növbətlik yig'inida Uyg'ur masalasi, bo'libmi jazo lagerlari masalasi to'g'risida keskin muzokara olib berildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Ayso apandi 17 sentabr Shveysariyaning Jeneva shahrida davom qilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 41-ci növbətlik yig'inida qatnashib, Uyg'ur masalasi bo'yicha bir yurish faoliyatlarini boshladi. Onun aytishicha, mazkur yig'in 9 sentabr kuni boshlangan bo'lib, 16 sentabr kunidagi yig'inda Xitoyni qo'llayotgan musulmon davlatlari tanqidga uchragan. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Ayso apandi bu vaqtda to'xtalib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 41-ci növbətlik yig'ini 9 sentabr kuni boshlangan bo'lib, 25 sentabrgacha davom qiladi ekan. Dünya Uyg'ur qurultiyi Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga va jazo lagerlariga qarshi faoliyatlarini kuchaytgan. Shuningdek, Xitoymi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bu xil ta'tir tashviqotini kuchaytgan bo'lib, 40-ci növbətlik yig'inda Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Erkin Toniyazni so'z etgan bo'lsa, bu qitimqi yig'inda, ya'ni 16 sentabr kuni atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik Uyg'ur tibobat oliy texnikumining mudiri Tursunjon Xo'jaahmad ismli kishini so'ziltib, o'zlarini oqlashga tirishganligini bayon qildi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Ayso apandi 17 sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Dünya Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro kishilik huquq mulozimat markazi va advokatlar jamiyati birlikda Xitoyning qonunni ijro qilish temasida yig'in chaqirilganligi. Yig'inda Dünya Uyg'ur qurultiyi programma mudiri Peter Ervinning so'zlaganligini, nuqtali holda Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini anglatganligini bayon qildi. 18 sentabr kuni Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan Kishilik huquq kengashining 41-ci növbətlik umumiy yig'inida qatnashib, 190 dan ortiq davlatning vakillari qatnashgan bu yig'inda Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini anglatdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi rahbarlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi faoliyatlari bir hafta davom qiladigan bo'lib, bu bir hafta jarayonida ular ko'plagan davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilari bilan ko'rishidi ekan. Hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilgan turli mazmunlardagi yig'inlar qatnashidi ekan. 17 sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 74-ci qitimliq umumiy yig'ini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining New Yorkdagi bosh shtabida ochilgan bo'lib, bu munosabat bilan markaziy New York shahriga joylashgan va asosliq Yahudi o'quvchilar tomonidan qurilgan Uyg'ur ralli guruhi bilan Uyg'ur harakati birlikda New York shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida o'zgacha bir namoyish o'tkazdi. Xitoyning New York turishliq bosh konsulxona binosining qarshi tarafidagi Hadisun daryosi bo'yiga Uyg'ur, Yahudi, Hong Konglik va boshqa amerikaliklar bo'lib 30 ga yaqin kishilar to'plashib, cho'ng rasm tushirish apparati orqali vatanimizdagi jazo lagerlariga munosabatli tashviqot rasmlarini Xitoy konsulxona binosiga tushirish orqali vatandagi lagerlarga o'z noroziligini alohida o'zgacha usul bilan ifodaladi. Bu faoliyatga qatnashganlarning soni ko'p bo'lmasa-mu, biroq faoliyatga qatnashuvchilar lagerga qarshi bu norozilikning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 74-ci qitimliq umumiy yig'inining ochilish marosimi kunida Xitoy elchixonasi binosi ustida izhor qilinishining alohida ahamiyatga ega ekanligini bildirishdi. 17 sentabr İstanbul Atatürk aerodromida Dünya Fən-Texnik müsabiqəsi və ko'rgazmasiga 81 viloyat və 122 davlatdan mahirlar ham tomoshabinlardan bo'lib, jami 550 ming nafar kishi qatnashgan cho'ng tipdagi ko'rgazma o'tkazilgan bo'lib, mazkur ko'rgazmaga Hira Uyg'ur boshlang'ich maktab o'quvchilari ishtirok qilgan. Musobaqaga eng ilg'or qurol-yarog'lar hamda yuqori fan-texniklik mahsulotlar qatnashtirilib, Turkiyaning dunyodagi harbiy kuchi hamda fan-texnik iqtidori aks ettirilgan.
Aql idrakning namoyandasi bo'lgan mazkur fan texnik mahsulotlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan Hirodagi barliq o'moqlarimiz buningdan keyin o'zlarining texnik tirishib o'qib, kelgusida ana vatan Sharq Turkistonni asoratdan qutuldirish uchun barliqini beg'ishlaydiganligini bildirishdi. O'smirlarimizning beg'ubar qalblaridan etilib chiqqan bu samimiy va'da qisqagina bir vaqtda Allohning rahmati bilan ro'yobga chiqqisi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamani.